Assalomu alaykum, aziz, muhtaram bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Rahmat bizni kuzatib borayotganligi uchun. O'zingiz sog'lig'ingizga, demak, befarq emasligingiz uchun avvalambor rahmat. Demak, sizga juda qiziq borayotgan, ko'p uchraydigan kasalliklar, ularning kechish turlari, asoratlari va sizda yaqinlaringizda bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklar oldindan bilib borish eng asosiy, oddiy holda sodda tilda aytganda belgilarni juda ham zarur deb o'ylayman men. Rahmat savollaringiz uchun. Bu videomni men ko'p vaqtdan beri, bir necha yildan beri bildirib kelinayotgan savollarga javob tariqasida bu video. Ya'ni jamlanma. Bir necha demak holatni o'ziga oladigan video. Ko'p yillardan beri, mana oxirgi vaqtlarda ham bizga nisbatan yosh katta, 40 yoshdan oshgan, 50, 60, 70 yosh va umuman katta odamlardan ko'proq qandli diabeti bor bo'lgan odamlardan ko'proq menga shunday savol kelib turar edi. Boshqa videolarimda qisman javob berganman, lekin aniq qilib ajratib bitta video qilib bunga javob bermaganman. Shuning uchun buni bitta video qilib javob bermoqchiman. Shunday savol berilib kelardi. Qandli diabeti bor odamlarda, ayniqsa ikkinchi tip qandli diabeti bor odamlar, ya'ni 40 yoshdan keyin kasallanadigan odamlardan shunday savol ko'proq berilib kelar edi. Buni bitta gapga keltirsak bunday bo'ladi. Nima uchun qandli diabeti bor odamlarda artroz, osteoartritlar nisbatan ko'proq, tezroq boshlanadi va ko'proq uchraydi va asoratli kechadi? Nima uchun shunday? Ya'ni remissiyaga berilishi qiyin bo'ladi. Nima uchun shunday degan savol berilib kelinar edi. Demak, azizlarim, yaxshilab o'tirib oling. Bugun tibbiy sirlardan birini ochamiz. Buni kamdan kam, demak, shifokorlar sizga tushuntiradi va asoslab beradi. Bugun biz shunday tibbiy sirlardan birini ochamiz. Ya'ni nima uchun qandli diabeti bor odamlarda artroz, osteoartritlar nisbatan tez rivojlanadi, ko'p uchraydi, asoratli kechadi va remissiyaga, tuzalish deymizda, remissiyaga berilishi qiyin bo'ladi. Nima uchun shunday? Ko'p uchraydi, tez boshlanadi, ko'p bo'g'imlar zararlaydi, asoratli kechadi va tuzalishga, remissiyaga berilish qiyin bo'ladi, erishish qiyin bo'ladi. Nima uchun shunday degan savol. Juda ajoyib savol bu. Bu savolga ko'p yillar oldin aniq javob olingan. Bugun sizlarga men shuni qisqa, tushunarli, mumkin qadar oddiy so'zda tushuntirib beraman. Statistika nimani ko'rsatyapti? Kirish so'zida statistika shuni ko'rsatyaptiki, qandli diabet bilan kasallangan odamlar 40 yoshdan keyin uchraydi, ayniqsa ikkinchi tipi ko'proq shu o'rganilgan, yaxshiroq. Eng ko'p uchraydigan qandli diabet ikkinchi tipi yosharib boryapti. 40 yoshdan yoshlarda ham ikkinchi tip qo'yilyapti. Uzr. Ikkinchi tipdan birinchi tipdan farqi shuki, insulin yetarli va ko'p bo'ladi, lekin uni sezuvchanligi hujayralari bo'lmaydi. Insulin rezistent rivojlanadi. Shuning uchun ham qandning miqdori qonda oshib ketadi va zararli ta'sirlar boshlanadi. Mana farqi. Birinchi tipda, demak, yoshlikda boshlanadi. Bu o'sha tug'ilgandan bo'ladi bu, genetik, demak, o'zgarish oqibatida va natijada insulinni o'zi yetishmaydi. Qandli diabet ikkinchi tipida insulin bor yoki yuqori, lekin unga sezuvchanlik yo'q. Tolerantlik rivojlanadi. Ya'ni sezmaydi, ko'rmaydi hujayra tashuvchilar. Demak, statistika nima ko'rsatyapti? Statistika shuni ko'rsatyapti. Qandli diabet ikkinchi tipi qo'yilgandan keyin, misol uchun, 5 yil ichida 40% gacha, 38-40% gacha odamda artrit belgilari ko'rinadi. Artroz, artrit, osteoartrit, artroz belgilari boshlanadi. 5 yildan keyin 40%da. 10 yildan oshiq kasal odamda 80-85% odamda artroz, artrit belgilari boshlanadi. Qarang. 10 yildan beri kasal bo'lgan, qandli diabet bilan kasal bo'lgan odamlarda 80-85%da osteoartrit, artroz belgilari mujassam bo'ladi va shakllanadi. Mana shunday ekan. Endi buni sabablarini ikkiga bo'lamiz. Bitta sabablar, eng katta sabablar bular umumiy sabablar deyiladi. Umumiy
demak o'sha patogenetik kasallik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi olib keluvchi sabablari umumiy. Bular ko'p va aynan patogenetik mexanizmiga, ya'ni o'sha erta boshlanib, erta asoratlar berishga bog'liq bo'lgan sabab bor. Bu aniq sababi bitta, alohida ko'ramiz. Va umumiy sabablar. Umumiy sabablar nima? Bu semizlik. Semizlikda o'sha leptin degan moddalar ko'p ishlab chiqariladi. Semizlikning o'zi va ular sinovial hujayralari va o'sha tog'ay, tog'aylarda yallig'lanish chaqirish ehtimolini oshiradi. Semizlik. Bundan tashqari har xil demak bemorlarda bo'lgan ko'nikmalar, nosvoy, sigaret, bular ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari bemorlarda demak bo'ladigan har xil demak mikrotravmalar, bular ham katta ahamiyatga ega. Tizimli kasalliklarda demak mavjudligi, bu ham ahamiyatga ega. Bundan tashqari qandli diabetda buyrak, jigar funksiyalari buzilishi oqibatida paydo bo'ladigan oraliq mahsulotlar ta'siri, bular ham katta ahamiyatga ega. Demak, doimiy glyukozaning qonda balandligi, bu ham katta ahamiyatga ega. Demak, umumiy sabablar juda ko'p. Umumiy sabablar juda ham ko'p. Bular metabolik o'zgarishga chaqiradi. Demak, qon tomirlarida torayishlar, qattiqlashuv va hokazolar. Bular mikrosirkulyatsiya buzilishi, bular hammasi umumiy sabablar. Umumiy. Ko'p uchraydigan, ko'p odamda bor bo'lgan sabablar. Qandli diabetda ikkinchi tipida ayniqsa osteoartritning artrozni rivojlanishiga sababli bo'lgan asosiy sababchi bor. Umumiy sabablar tashqari. Umumiy sabablarga bundan tashqari biz neyrogen holatda, neyropatiyani, angiopatiya, mayya tomirlar qandli diabetda torayishi, bitishi, neyropatik og'riqlar, uning demak vaskulazizatsiya va nerv sistemasining mayda nerv tolalarining degeneratsiya bo'lishi, tomirlar tonus pasayishi va hokazo mahalliy mikrosirkulyatsiya buzilishi bular umumiy sabablar. Lekin aynan qandli diabetda artrozning ko'p uchrashi, nisbatan og'ir kechishi, asoratlashuvi, erta boshlanishiga sababchi bo'lgan asosiy faktor boshqa. Bu mahalliy yallig'lanishda, bo'g'im tog'ay tizimida mahalliy yallig'lanishda demak interleykin 1 bilan interleykin 6 ni va hujayralar nekrozini ta'minlovchi alfa finoni faollashtiruvchi interleykin 12 degan oqsil yallig'lanish moddasining demak oqsilni ko'payishi qonda. Bu isbotlangan faktor. Mana bu isbotlanganiga taxminan 20 yilcha bo'ldi. Nima uchun shundayligi sababi aniq bo'ldi. Patogenetik mexanizmda, kelib chiqishi mexanizmida demak asosiy faktordan biri, eng asosiysi bu yallig'lanish chaqiruvchi oqsil bo'lgan interleykin 12 ning faollashuvi. Interleykin 12 birdan 3 ta 4 ta faktorni faollashtiradi. Interleykin 1 ni, interleykin 6 ni va hujayralar faktori, nekroz faktori alfani. Uchalasini birdaniga faollashtiruvchi, uzoq vaqt ushlab turuvchi va tog'aylarning degeneratsiyasini, apoptozini kuta turuvchi faktor hisoblanadi. Interleykin 12 qolgan holatlarda, misol uchun osteoartritning o'zining rivojlanishida, birlamchi rivojlanishida, artrozlar rivojlanishida boshqa turlarida har xil, uning 6 ta fenotipi haqida gapirganmiz. Reumatoid artrit, reaktiv artritlarda kech paydo bo'ladi interleykin 12. Lekin qandli diabetda, ayniqsa ikkinchi tipi ko'p o'rganilgan, bunda erta paydo bo'ladi. Shunday fikrlar bor, shunday isbotlangan, katta Minatet degan tekshirish o'tkazilgan 2010-yildan to 2018-yil to 2020-yil 12 yil ichida. Shu narsa aniq bo'ldiki, hali artroz belgilari paydo bo'lmasdan turib interleykin 12 qandli diabetda oshadi, baland chiqadi. Referensdan, ya'ni normadan baland chiqadi. Bu isbotlangan. 80% shunday. 5 yildan oshiq qandli diabet 2 bilan kasallangan odamlarda demak 80% interleykin 12 referens normadan baland chiqadi.
Bu isbotlangan faktor. O'sha jahon Sog'liqni qo'mitasi tekshirib chiqqanda, katta tekshirish qilganda, mintaqada, Amerika, Yevropada o'tkazilgan mintaqada tekshirildi, mana shunday narsa isbotlangan. Demak, asos sababi shunday ekan. Interleykin 12 ning demak, mahalliy yallanishda gelin tog'ayini yedirilishi, sinovial hujayralar bo'g'imdagi yedirilishining ta'minlovchi boshqa faktorlarni oshiradigan interleykin 1 degan yallanishni chaqiruvchi 12 degan, o'zir, interleykin 12 degan yallanishni kuchaytiruvchi oqsil faktorining ko'proq ishlab chiqarilishi bilan bog'liq. Eng asosiy sabab shu. Shuning uchun interleykin 12 ni aniqlash yo'lga qo'yilgan, katta klinikalarda bor. Umumiy faktorlar rol o'ynaydi, albatta. Qonda doimiy glyukozaning balandligi, oraliq mahsulotlar oshib ketishi, qand diabeti, jigar buyrak faoliyati buzilishi, laktat, piruvat degan kreatinlar va azot saqlovchi moddalar oshib ketishi, fermentlar oshib ketishi, zaharli fermentlar va hokazolar ham rol o'ynaydi. Lekin mahalliy mikroto'lqinlar oshishi, og'ir vez, semizlik hammasi rol o'ynaydi. Lekin shular hamma umumiy faktorlarda ta'sirida rivojlanadigan asosiy sababchi interleykin 12 yallanishni chaqiruvchi oqsilning mahalliy ta'siri ekanligi bundan salkam 20 yil oldin isbotlangan va asoslab berilgan. Demak, bu nima haqida dalolat beradi? Bu shu narsa haqida dalolat beradiki, agar qand diabeti bor bo'lgan bemor umumiy faktorlarda semizlik, qonda shakar miqdorini normallashtirish, jigar ko'rsatkichlarini analiz, buyrak ko'rsatkichlarini yaxshilab borishdan tashqari baribir interleykin 12 ni aniqlash va shu keltiruvchi boshqa yallansh belgilarini umumiy qon tahlilida, formulada, riboprobada va boshqa tahlillarda tekshirib borishi zarur bo'ladi. Ayniqsa 5 yildan oshiq kasal bo'lgan odamlar. Agar interleykin 12 ni bloklovchi dorilar ham bor, buni revmatologlar yaxshi biladi. Umumiy interleykin 1 ni bloklovchi, 12 ni bloklovchi, interleykin 1 ni bloklovchi dorilar bilan birga ishlatiladi. Bu isbotlangan, demak, ma'lumotlardan biri. Hozir o'zir, oqistaman nima gap, ha? Xo'p, bo'pti, hozir men kasallarim bor. Xo'p. Xo'p, bo'pti, xo'p. Mana shunday gaplar. Demak, mana shunaqa ahamiyatga ega azizlar. Buni hamma bilish kerak. Bu qiyin narsa emas. Buni bilish kerak. Bu oddiy narsa. Demak, buni hozirgi vaqtda mana 10 yil bo'ldiki, buni IFA usulida immunofluoressentik analiz, immunanaliz IFA usulida buni hozir aniqlaydi. Ko'p laboratoriyalarda bor. Interleykin 1 ham, interleykin 6 ham, interleykin 12 ham, interleykin 17 ham, interleykin 23 ham, faktor nekroz ham, interferon o'zi ham bular aniqlanadigan oqsillar hisoblanadi. Umuman o'choqlarda, revmatik o'choqlarda, bo'g'imlarda yallanishni chaqiruvchi oqsillar 3 ta guruhga bo'linadi, azizlar, 3 ta guruhga. Buni eslab qolish kerak. Endi yosh o'tgan sari bilish kerak-da, 3 ta guruhga. Birinchi interleykinlar o'zlari, bular 200 taga yaqin, 20 tasi yaxshi o'rganilgan. Bu interferonning o'zi ko'proq bu tizimli kasalliklar rol o'ynaydi. Misol uchun qizil volchankada va tizimli, demak, dermatomiyozitda rol o'ynaydi. Ikkalasida chiqadi. Va hujayralar nekrozini ta'minlovchi faktor nekrozi o'pqili alfa faktor nekroz alfa uchalasi 3 ta. Uchalasida podgruppalari bor, lekin uchalasi demak yallanishni chaqiruvchi oqsillar hisoblanadi. Spesifik, nospesifiklar ham ko'p, biz hozir spesifik haqida gapiryapmiz. Aynan bo'g'im, tog'ay, sinovial va demak tog'ay tizimini gelin tog'ayni, sinovial obolochkani va bo'g'im tog'ay suyak tizimini
yallig'lab apoptoz qilib yedirilishga olib keladigan, osteoartrozlarga olib keladigan biz spesifik yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar haqida gaplashyapmiz. Bular 3 ta guruhga bo'linadi. Uchalasida ham har bir kasallikda roli bor. Masalan, qandli diabetda interleykin 12 ning, interleykin 12, interleykin 1. Nima uchun shunday? Interleykin 12 paydo bo'lsa, interleykin 1 paydo bo'lsa, demak artroz bo'lishi shart. Ana sizga gap. Bular bloklaydigan dorilar bor. Bular bloklaydigan dorilar demak monoklonal antitanalar deyiladi, JAK-inhibitlar deyiladi. Hozir JAK-inhibitlar ko'p ishlatilyapti. Baricitinib ham tafatitinib dorilar. Mana shunday azizlarim gaplar. Bugun sizlar bilan biz yaxshi bir holatni tushuntirib berdim. Oddiy so'z bilan murakkablashtirmasdan. Agar sizlar azmi tushungan bo'lsalaringiz va hayotda buni ishlatsalaringiz katta ahamiyatga ega. Umuman qandli diabetning ikkala turida ham, ayniqsa ikkinchi turida artrit belgilari paydo bo'lganda, o'sha 5 ta yallig'lanish belgilari ikkitasi bo'g'imdan mudom og'riqlar 12 haftadan ziyod davom etayotgan, shish, qizarish, mahalliy sig'im chiqishi funksiyasining buzilishi. Mana bular belgilardan ikkitasi paydo bo'lganda, 12 haftadan ziyod davom etayotganda, albatta tajribali oilaviy shifokorga yoki revmatologga murojaat qilish kerak. Va bo'g'imda albatta iloji bo'lsa MRTdan o'tkazish. Katta o'rta bo'g'imlar, qandli diabetlarning ikkinchi tipida ko'proq katta bo'g'imlar, tizza, son chanoq bo'g'imi, yelka bo'g'imlari zararlanadi. Ko'proq tizza, son chanoq, katta bo'g'imlarda yallig'lanadi. Shunda interleykin 12 ning xususiyati ham shunday. Katta bo'g'imlar yallig'lanishda paydo bo'ladi ko'proq. Erta kech paydo bo'ladi. Erta paydo bo'lishi bu qandli diabet ikkinchi tipiga xos bo'lgan holat. Bu ko'p o'rganilgan. Demak, azizlarim, katta rahmat mana kuzatib borayotganlaringiz uchun va o'zlaringizga kerakli bo'lgan demak savollarga javob olayotganingiz uchun. Demak, qandli diabetlarda nisbatan tez boshlanishi, erta boshlanishi, asoratlar berishi, ko'p bo'g'imlar zararlanishi, og'ir kechuvi, remissiya uchrash qiyinligi aynan shunda. Agar bu interleykin va undan kelib chiquvchi boshqa yallig'lanish belgilari erta aniqlanib, erta davo berilsa, bo'g'imlarning yedirilishi, artrozning og'ir darajalari 2-3 darajada rivojlanmaydi, to'xtaydi proses. Birinchi o'rinda artrozlarda birinchi o'rinda maqsad prosesni borayotgan yallig'lanish to'xtatish. Agar to'xtatishga erishsak, demak tiklanish ham mumkin. To'liq bo'lmasa-da tiklanish mumkin. Demak, nima ko'rsatadi natijaga erishganimizni? Avvalambor bemorning o'zining his qilishi, 5 ta yallig'lanish belgilarining bo'g'imlarda yo'qolganligi, bemorning harakatlarini tiklanishi, yallig'lanish belgilarining tashqi belgilarining ketishi, bo'g'imning ichida yallig'lanish ketishi, MRT, MSKda o'zida ko'rinadi. Bundan tashqari qonda umumiy yallig'lanish belgilarining ketishi va spesifik yallig'lanishlar. Spesifik yallig'lanish ATSP, misol uchun interleykin 1, interleykin 12, faktor nekrozi opqili, interleykin 6 va hokazolarning qonda keskin pasayishi miqdorining. Bular hammasi to'liq remissiya haqida boradi. To'liq remissiya degani bizda revmatologik tuzalish bilan teng hisoblanadi. To'liq remissiya tashqi belgilar ham, ichki belgilar ham, bo'g'imda ham yallig'lanishni to'liq ketganligi ko'rsatadi. Demak, qandli diabetda ham artritlar davolasa bo'ladi. Faqat buni to'g'ri tashkillashtirish kerak. Bular rejali kasallar. Rejali kasallar davo boshlansa-da, misol uchun MRT, MSKT, UZI, bemor tashqi belgilar, bo'g'imlar, katta bo'g'imlar zararlanishi tashxisni birlamchi qo'yib davo berishga asos bo'lsa-da, to'liq davo berish uchun maxsus tekshirishlar qilinishi kerak. Qonda yallig'lanishning darajalari aniqlanishi kerak. Ana shunda biz tanlaymiz. Ba'zisini kasallikni modifikatsiya qilgan dorilar bilan qand miqdorini normallashtiradigan doridan tashqari umumiy bo'g'imlarga beriladigan asosiy kasallik modifikatsiya qilgan ba'zisini doridan tashqari monoklonal antitanalar qanday ishlatishimiz kerakligi haqida demak bir ma'lumotga kelishimiz kerak. Bu ma'lumot kelish uchun tajribali revmatolog to'g'ri fikrlash kerak. Misol uchun monoklonal antitanalar kerakmi? Target dorilar. Interleykin 1da faktor nekrozi opqili alfani bloklaydigan o'sha senikumab, Humira, Adalimumab va hokazolar. Shular kerakmi? Yoki
Demak, jak kinazlar kerakmi? Baritsinin, tafatsinin dorilar. Buni mutaxassis, demak, hal qilish kerak. Shuning uchun azizlarim, mana shunday gap, mani fikrim doimo shunday. To'g'ri tashxis qo'yish uchun to'g'ri, to'liq ma'lumotga ega bo'lish, eng zaruriy ma'lumotlar. O'zi revmatologiyada tahlil tekshirishlar ko'p emas. Asosan har bir kasallik uchun analizlar 4 ta, 5 ta, 6 ta bo'ladi. Bitta ikkita tekshirish. Dinamikada 2 ta, 3 ta tekshirib boriladi. Bu ko'p narsa emas. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, savollar kutib qolaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.